Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat ato qilur va yomonlik gunohlaringizni o'chirib, sizlarni mag'firat qilur. Alloh ulug' fazl va marhamat sohibidir. Har bitta odam o'zi nima oq, nima qora yaxshi biladi. Nima yaxshi-yu, nima yomon biladi. Shunday deb o'ylaydi o'zi haqida. Hamma o'zi oq qorani bilaman, yaxshi yomonni ajrataman deydi. Haqiqatan ham shundaymi? Quyida o'qilgan oyat karimaga quloq soladigan bo'lsak, hamma ham bilavermas ekan. Ya'ni hamma o'zi to'g'ri deb bilgan ishi to'g'ri bo'lmas ekan. Hamma noto'g'ri, xato degan narsasi xato bo'lmas ekan. To'g'ri nima? Alloh nimani to'g'ri desa, shu to'g'ri. Noto'g'ri nima? Alloh nimani noto'g'ri desa, shu narsa noto'g'ri. Alloh taolo aytayaptiki, ey iymon keltirganlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyatni ato qiladi. Demak, Alloh taolo hidoyat bersa, ine inson qaysi narsa haq va qaysi narsa nohaq farqiga boradi. Alloh tomonidan hidoyat olganlargina nima haq va nima nohaq uni yaxshi biladi. Va man yu'min billahi yahdi qalba. Kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Alloh hidoyat qilsa, ine inson to'g'ri yo'lda bo'ladi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlik. Bugungi suhbatimizning mavzusi g'am, tashvish, iztirob, qalbni xotirjam bo'lmasligi, qalqib turishligi. Ya'ni shunday bir dardki, yer yuzida yashayotgan odamlarda 100 tadan 10 tasida mana shu kasal albatta bor. Ehtimol ko'prog'ida bor. Lekin shu kasalga chalinganligini bilmaydi, tabibga borib tashxis qilib shunaqa kasali borligini aniqlashlikka vaqti yoki fahmi yetmaydi. Insonlarning qalbidagi vahima, qo'rquv, xavotir, har xil gaplarni, har xil xabarlarni eshitgan paytda qalbini iztirobga tushishligi, xotirjam, sakinatli bo'lmasligi. Alloh alam bu dard 10% emas, undan ko'proq odamda bo'lsa kerak. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnat saniyalarida mana shu kasalni sabablari hamda uni hal qilishlikni yo'llari ko'rsatilgan. Hozirgi kunda yashayotgan odamlarni, mana aytib o'tdik, juda ko'pchiligi mana shu qalbidagi qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u tufayli o'zini yelkasidagi vojiblarni bajara olmayotganligini, hayotdan umidsizlikka tushayotganligi, hayotidan tushkunlikka tushib ketayotganligini ko'ramiz. Buni sababi nima? Bu xoh dunyosi to'lib toshgan odam bo'lsin, xoh bir faqir odam bo'lsin, farqi yo'q. Mana shu xavotir, boyaga aytgan qalqishlik juda ko'pchiligimizning qalbimizda bor. Va xususan bu qalqishlik yana ziyoda bo'ladi qachon bizni ko'nglimizga yoqmaydigan bir xabarni eshitib qolsak, yo bir qandaydir mish-mish gapni eshitgan paytda boyaga qo'rquv yana ham ziyoda bo'lib ketadi. Va bu narsa insonni hayotini xarobga aylantiradi. Hayotidan bir shirinlikni ketkazadi. Hozirgi zamonaviy bir tadqiqotlarga qaraganda, mana yer yuzida odamlarda yashayotganlarning 10% mana shu qalqishlik kasaliga, xavotir degan kasalga, stress deymiz endi biz tilda. Ana, soddaroq qilib aytsak, shu stressga chaliqqan odamlar. Stress nima? Doim bu asabi tarang. Bitta gap gapirsang kam, ikkita gapirsang ko'p. Bir yarimta gap yo'q. Meni tinch qo'y. Hatto o'zini bola chaqasini ozgina shovqinini, erkalashini ko'tara olmaydi. Meni tinch qo'y, meni tinch qo'y. Har yili yer yuzida yashayotgan odamlar ichidan 80 mingga yaqini bu o'sha statistika ekan. O'zini osib o'ldirar ekan. O'zini o'zi o'ldirar ekanki, hayotdan to'yganligidan, umidsizlikka tushganligidan, hayotda umidi qolmaganligidan. Shayton shunday bir lainki
insonni mana shu noumid qilishlikka haris bo'laveradi. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhadan so'rashdi. Man ashaddu jundillah. Allohning askarlarining ichidagi eng shiddatlisi, quvvatlisi qaysi? Ali roziyallohu anhu javob berib, tog' dedi. So'ngra aytdiki, tog'ni temir kesadi dedi. Demak, temir kuchli qo'shin. Endi temirni o't eritadi. Demak, o't kuchli. O'tni suv o'chiradi. Demak, suv kuchli. Suvni bulut ko'taradi. Demak, bulut kuchli. Bulutni shamol haydaydi. Demak, shamol kuchli. Endi shamol inson shamolni o'zini foydasiga burib ishlatadi. Yelkanli kemalar bilan kemalarni haydatadi. Demak, inson kuchli. Endi insonni uyqu yengadi. Uyqu kuchli. Uyquni nima ketkazadi? G'am, qayg'u, tashvish. Demak, Alloh taoloning eng kuchli qo'shini bu g'am, qayg'u, tashvish bo'ldi. Zamonamizda keng tarqalgan mana shu iztirob, xavf va xatar, qalqishlikni sabablari quyidagilar. Birinchidan, soddaroq qilib aytsak, qachon qalbimiz xotirjam, asabimiz tarang bo'lmay, birovni ko'rganda bir xuluq shuvoli bilan kutib olamiz. Qachon? Nima sababdan mana shu narsalar paydo bo'ladi odamlarning hayotida? Albatta bu narsa, boyagi stress degan narsa, iymonli odamlarda kamroq uchraydi, iymonsizlardan ko'ra. Allohdan deb qo'yadi, shu bilan ketaveradi. Mana shu qalqishlik, iztirob, g'am, tashvishni birinchi sababi. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltiramiz. Birinchi sabab insonda qalbi taskin topib, xotirjam yashamasligini birinchi sababi iymondan yuz o'girganligi. Alloh taolo aytayapti, meni zikrimdan yuz o'girsa, meni ulug'lashlikdan uzoq bo'lsa, uni hayoti tang, baxtsiz bo'ladi deb aytayapti. Qarang, uni kambag'al bo'ladi, kasal bo'ladi demayapti. Allohdan yuz o'girgan odamning hayoti hech qachon shirin bo'lmaydi. Chunki insonni baxtsiz qiladigan birinchi narsa kufr. Baxtsiz qiladigan birinchi narsa Allohning zikridan uzoq bo'lishligi. Ikkinchidan, insonni qalbini mana shunday iztirob bilan turishligi, gunohlarni ko'p qilishligi. Bu hadis Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Imom Ahmad sahihlarda keltirgan. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Iza kasurat zunubul abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha min al-amal, ibtalahu Allahu azza wa jalla bil hazni, balki bil huzni liyukaffiraha anhu." Imom Ahmad rivoyat. Qarang. Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallari bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am, qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanib olishligi uchun. Tushunarlimi? Agar bir bandaning gunohlari ko'paysa va mana shu gunohlarini kafforat qiladigan boshqa savobli amallari bo'lmasa, Alloh taolo bu bandani g'am, qayg'u bilan balolab qo'yadi. Gunohlaridan tozalanib olishligi uchun. Demak, mana shu g'amga kirayotganligi mo'minda o'zi Allohning marhamati bo'lyapti. Chunki tavba qilmayotdi, gunohlari kafforat bo'lishligi uchun, namoz o'qimayotdi, yuvilishligi uchun, sadaqa qilmayotdi, ibodat qilmayotdi. Gunoh ko'payib ketadi, Alloh taolo nima baloni berib qo'yar ekan? G'am, qayg'u, tashvish. Pul yo'qligida o'zi bir g'am edi. Shart to'satdan kelib qoldi. Yana o'shuncha g'am nima bo'ldi? Yo'g'ida ham g'am edi. Keluvdi ham nima bo'ldi? G'am bo'ldi. Siz bilan biz yelkamizda g'am va tashvish ozroq bo'lishligi uchun birodarlar, savob amallarni ko'proq qilaylikki, qilgan xatolarimizni yuvib tursin, bizni g'am va tashvish bilan Alloh taolo balolashlikka hojat qolmasin. Shuning uchun haqiqatan qarasangiz, namoz o'qiydigan, masjidga keladigan, Allohning zikrida qatnashadigan kishilarni qarasangiz, g'am tashvishi shu ishni qilmayotganlarnikidan ko'ra chandon oz bo'ladi.
Allohdan deb qo'yadi. Bitta ma'ruzani eshitsa-da, qalbi yumshab, bir hafta ezib turgan yelkasini, g'ami nima bo'ladi? To'g'ri aytdi domlar, haqiqatan shunaqa deydi. Insonni doim qalbini iztirobga tushib turishligini yana bitta sababi insonni qalbi iymondan bo'shligi hamda qazoi qadarga bo'lgan e'tiqodini sustligi. Ya'ni ma sha'allohu kana va ma lam yasha. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan narsa bo'lmadi degan e'tiqodda mustahkam odam bir ish bo'lgandan keyin har qancha musibatli bo'lsin, har qancha bir og'ir bo'lsa nima deydi? Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Mana bu bo'ldi deydi. Endi biz rozi bo'lsak ajr olamiz, gunohlarimiz yuviladi, undan kattaroq Alloh taolo mukofot beradi deydi. Endi qazoy qadarga iymoni yo'q odamchi? Va, o'shunda mana qilganimda mana bo'lardi. O'shunda shunday qilib qo'ymaganimda mana bo'lmasdi. Insonning qalbi nimaga bir ishda qalqib turadi? Nimaga g'am tashvish bilan yashaydi? Shuni sabablarini ko'ryapmiz. 3 ta sababni aytdik. Allohning zikridan uzoq bo'lganligi, gunohlarning ko'pligi hamda Allohga bo'lgan iymoni, qazoy qadarga bo'lgan iymonni zaif bo'lgan odamlar qalbi doim istirofda qalqib turishlikda bo'ladi. Insonni mana shu tang holatga tushiradigan sabablarning yana bittasi iqtisodiy holati. Pul yo'q. Ish yo'q. Qilay deb chiqadi ko'chaga o'g'il bola, ish topa olmayapti. Yoki ishlasa pulini berishmayapti. O'sha ishni qilguncha birodan qarz olgan. Endi ishlab uzay desa, ish bo'lmayapti, qarzi ko'p. Insonni yana ko'nglini cho'ktiradigan, qalbini qalqitib qo'yadigan, qalbini istirobga tushirib qo'yadigan, vahimaga solib qo'yadigan narsa nima bo'ldi? Qarz. Buni yechimi nima? Buni yechimi nima? Biz mana shu qarzni uzishlik uchun pul topgani chiqib mehnat qilamiz jasadimiz bilan. Sabablarni qoyim qilamiz va mana shu qarzni uzadigan zotdan g'ofil qolib qolamiz. 6 rez borsa mancha qolar ekan, mancha qarzni uzib boraman. Menday qilsam menday bo'lar ekan. Yo'q, taqsir. To'xtab tur. To'xtab tur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida masjidga kirganlarida Ansorlardan bo'lgan Abu Umoma ismli bir sahoba nohatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi" dedi. Dardini kimga aytayapti? Abu Umomaga, otasidan ham, onasidan ham, hatto o'ziga o'zi mehribon bo'lgandan ham mehribonroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytayapti. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men deb to'shab berib qo'yganida, payg'ambarimiz bu qilgan yaxshiligi faqat Abu Umoma bilan cheklanardi. To'g'rimi? Lekin payg'ambarimiz shunday bir tavsiyani aytdilarki, o'zidan keyin keladigan, mana shu Abu Umomadan keladigan hamma ummatga, keyin keladigan hamma ummatlarga payg'ambarimiz ko'rsatmani berib qo'ydi. Ey Abu Umoma, afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballohu hammaka va qada anka daynaka. Ey Abu Umoma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgataymi? Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkizadi, qarzlaringizni uzadi, ado qiladi dedi. Ya'ni quruq kalima birodarlar. Voy pul ketmaydi bunga. Bunga abrot kerak emas, alohida vaqt ajratishlik kerak emas. Rasulullohga Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Shunday bir duoni o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishlik kerak bu duoni. Har Rasululloh o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Shunday kalimani o'rgataymi? Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'g'ingizni hal qilib beradi. Allohning rahmati bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Hay Rasululloh o'rgating dedi. Uzot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul idza asbahta va idza amsayta." Tong ottirsangiz yoki kech kirgizsangiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal. Faqat iymon bilan
e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigoro, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqonlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh tilayman. 8 ta narsa. G'am qayg'udan, ojizlik va yalqonlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarzga yengilib qolishlikdan va odamlarning qahriga qolib ketishlikdan. Abu Umoma aytadi, Allohga qasam deydi. Shu duoni davomiy aytdim, Alloh g'amlarimni ham ketkizdi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Biz ham bugun aytamiz asrgacha. Esimizga tushganda aytib qo'yamiz. Keyin 10 kun aytamiz, 15 kun aytamiz. U yoqda qarasa hech bir o'zgarish yo'q-da. Endi u sahobalar boshqacha aytgan ekanda. Demak, ular boshqacha aytgan. Ularning ishonchi payg'ambarimizning so'ziga bo'lgan ishonchi bizgadan farqi bo'lgan ekan demak. Aytinglarchi, mana shu duoni yodlab qo'yib aytishlikka mashada o'tirganlardan kim ojiz bo'ladi? Yodlab qo'yganimiz esimizdan chiqib qoladi. Ikki mahalla ekan. Inson g'am va qayg'uga kiradi. Ulamolar aytadi, g'am kelajak haqida bo'ladi, qayg'u o'tib ketgan ishlarga bo'ladi. Qaytarib aytaman, g'am hali bo'lmagan ish haqida o'ylab turib g'amga kiradi inson. Qayg'uchi bo'lib o'tib ketgan. Qarang, ikkalasi ham yo'q hozir kunda. G'am kelajak haqidami? Kelajak kelgani yo'q hali, u yo'q. Endi qayg'u nimaga? O'tmishga. U ham yo'q. Qayerga ketdi? G'ayb dunyosiga ketdi. Insonni doimiy qalbini tang qilib turadigan, istirobga, qo'rquvga, xavotirga solib turadigan sabablardan yana bittasi Alloh taoloning hidoyatidan hamda uning ibodatida istiqomatdan uzoq bo'lishlik. Insonlar ana shu o'zini hayotda qiynayotgan muammolarini hal qilishlik uchun mehnatda, harakatni qilishadi, lekin o'sha mushkulalarni bergan va shu mushkulalarni ketkazadigan zotdan g'ofil qolishadi. Juma paytida klientlar keladi, nima deydi, qo'shnilar yopganda men jinni savdo qila olaman deydi. Sizni g'amingizni, qayg'ungizni ketkazadigan zot, u zotni rozi qiladigan ishni qiling, o'zi biladi qanaqa qilib hal qilib berishini. Va ishoning, siz uchun yozilgan narsa adashib birovga borib qolmaydi. Bu iymonimiz bizni. Inson iymon halovatini qachon totadi? Inson iymon halovatini qachon totadi? Sen uchun yozilgan narsa adashib boshqaga ketib qolmaydi. Boshqalarga yozilgan narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shuni tushunmaguningcha, birodar, iymoning komil bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Yashaysiz. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Ayrilmaysiz. Endi xotirjam bo'ling, hamma yoqda 5 qilib qo'yganingizda shunda yo'qib qoladi. Kim xohlagan edi uni? Alloh subhanahu va taolo xohlagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ja'ala al-hamma hamman wahida va huwa hammul ma'ad, kafahu sa'ira humumihi." Bu hadis Ibn Mojahning sahihlarida keltirilgan, Ibn Mas'uddan. G'ami yo'q odamda o'zi yo'q. Bu aqli yo'q odamda g'ami bo'lmaydi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, kim hamma g'amini bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiydi. Alloh boshqa hamma g'amlarini o'zining zimmasiga oladi, kifoya qiladi. Qaytaramiz. Hamma g'amni yig'ishtirib tashab, oxiratda g'amini birinchi o'ringa qo'ying. Alloh taolo boshqa hamma g'amingizni o'zining zimmasiga oladi. Yo ishonmaymizmi birodarlar payg'ambarimizga? Abu Umoma roziyallohu anhu 2 mahal aytib qo'ydi shu duoni. Bilmayman, bir oyatdimi, bir yil aytdimi? Hamma g'ami ketdi, hamma qarzi uzildi. Nimaga biz ishonmaymiz? Ko'chaga chiqsa, ko'chada ko'ngilga yoqmaydigan ishlar. Tijoratiga tushsa, tijoratda bir ko'ngildek bo'lmayapti. Uyiga kelsa, uydagi muomala zo'rmas. Odam otilib ketadi, birodarlar. Iloji yo'q. U inson doim bunaqa naprejенияda, stressda yasha olmaydi. O'shuning uchun osib qo'yapti 80 mingta odam yiliga yer yuzida. Endi iymonli odamchi? Ibn Qoyyum rahimahulloh shunday deydi. Insonni 4 ta narsa halok qiladi. G'am, qayg'u, ochlik va uyqusizlik. Ya'ni ochlik bilan uyqusizlik yo'q. Siz bilan biz uyqumiz ham joyida, qonimiz ham to'q, ikkovi joyida. Lekin siz bilan bizni qalbimiz, ruhimizni nima ezib qo'yapti? G'am
va tashvish. Siqilish. Mana shu siqilishlik siz bilan bizda bo'lmasligi uchun, shu asablarimiz tarang bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Birinchidan Alloh taoloning qazo va qadariga bo'lgan iymonimiz to'liq bo'lsin. Bilaylik, inson o'zi uchun yozilgan narsa boshqa birovga adashib ketmaydi. Boshqa birovlarga yozilgan narsa adashib bunga kelib qolmaydi. Bu qazoy qadar. Iymon keltirgan odam xotirjam bo'lish kerak. Ikkinchidan, Alloh subhanahu va taoloning tasbihida, tahlilida bo'lishlik kerak bo'ladi. Inson Robbisidan rozi bo'lishligi kerak. Rozi bo'lsangiz ham shu bo'ldi. Norozi bo'lsangiz ham bo'ldi. Sizni rozi bo'lishingiz bo'lmasligi hech narsani o'zgartirmaydi, o'tdi ketdi. Endi norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz, g'amingiz ustiga g'am tushadi, siqilasiz. Rozi bo'lsangiz, Alloh taolo mukofot beradi va yo'qotgan narsangizdan kattarog'ini beradi. Agar nima qilsangiz, rozi bo'lsangiz. Va laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka da turgan paytida majnun deyishdi mushriklar, kazzob deyishdi, kohin deyishdi, sehrgar deyishdi, xolaganini deyishdi. Payg'ambarimizning yuragi siqilardi bundan, yuragi ezilar edi. Alloh taolo nima deyapti, diqqat qilinglar. Birodarlar, siz haqingizda xohlagan gapini gapirsin. Sizning ustingizda xohlagan ishni qilaman desin. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytayapti. Shak shubhasiz biz ular sizni masxara qilib aytayotgan so'zlaridan dilingiz siqilishini bilurmiz. Bandalarim dililari siqilayotganini men bilaman, deyapti. Muhammad alayhisalom haqida shunaqa gap gapirilgan. Ey Muhammad alayhisalom, bularni gapirayotgan gapidan qilayotgan ishidan sizni dilingiz siqilayotganligini men bilaman, deyapti. Endi nima qiling, deyapti. Xuddi shularga o'xshab borib gap qaytaring, ularga shu o'zlariga yarasha ish qiling yoki shu fe'liga yarasha fe'l qiling dedimi? Nima deyapti? Voy parvo qilmang, deyapti. Oyat davomini o'qiymiz. Shak shubhasiz biz sizni ular masxara qilib aytayotgan so'zlarini eshitib siqilayotganligingizni bilamiz biz, deyapti. Bas siz Parvardigoringizga hamda aytish bilan u zotni sheriklardan poklang va sajda qiluvchilardan bo'ling. Parvo qilmang, deyapti. Siz tasbih ayting, sajda qiling, o'lim soati kelguncha ibodatda bo'ling. Ishingiz bo'lmasin ular bilan, dedi. Wa'bud robbaka hatta yatiyakal yaqin. O'lim soati kelgunicha, haqiqat soati kelguncha ibodat bilan shug'ullaning. Bularga parvo qilmang, dedi. Nima bo'ldi oqibati? Payg'ambarimizni jinni degan, majnun degan, kazzob deganlar payg'ambarimizni oldiga kelib turib, kechirib qo'ying deb turishdimi Makka fathida? Iymonga kelishdimi? Payg'ambarning o'g'il farzandi yo'q, bu abtar deyishganlar. Ular xor bo'lib o'lib ketdi. Ularning bolalari payg'ambarimizni o'zlarining otalaridan ko'proq yaxshi ko'rmadimi? Alloh aytayapti, ularning gapirayotgan gaplaridan yuragi siqilayotganligini biz bilib turibmiz. Lekin parvo qilmang. Tasbih ayting, sajda qiling, Allohning qulchiligini qiling, bu yoqni bizga qo'yib bering, deyapti. Endi nima bo'lar ekan? Allohning aytgani bo'ladi. Agar siz o'ylab, fikr qilib, shuni hal qilishlikka harakat qilib, bir ta'sir o'tkaza olasangiz, mayli fikr qiling. Endi sizning qo'lingizdan, ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan narsaga mana kallangizni ovora qilmang. Baribir Alloh aytgani bo'ladi, hech narsa qila olmaysiz. Mana endi 3 ta mana shu bilan bizni qalqishdan, istirobdan chiqaradigan narsalarni gapirdik. Birinchisi qazo qadarga iymon bo'lsin, ikkinchisi Alloh taoladan rizo bo'lsin, uchinchisi tasbih tahlil bo'lsin. Ibodat bilan ovora bo'lavering-da. Boshqa g'amingiz Allohning zimmasiga. To'rtinchisi musohabatul ahyor minan nas. Odamlarning orasidan yaxshilar bilan ko'p suhbatda o'tirish kerak. Ona kelyapti, qo'ydi yoki uyimiz siqadi, yana kerak emas gaplar gapirib qo'y. Palonchi kelib, yur bir gaplashib o'tiramiz, nasa qilasan. Nimaga birinchi odamning suhbatidan qochyapsan? Nimaga ikkinchisiga intilyapsan? Chunki bu qalbingni ezyapti. Shunday odamlar borda vahimani gapirib, sizni ichingizni ezib maza qiladiganlar bormi degiz keladi. Faqat yomon xabar olib yuradi. Alloh aytadi: "Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una robbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha." Siz o'zingizni, ya'ni Muhammad alayhisalomga kimlarda o'ziga do'st tutishligini o'rgatyapti. Siz o'zingizni ertayu kech Parvardigorlarning yuzini, roziligini istab, unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga tuting. Ya'ni yaxshi odamlar bilan birga bo'ling
va kimdan uzoq bo'ling. Ko'zlaringiz hayotda dunyo ziynatlarini ko'zlab, ulardan o'tib, o'zga ahli dunyolarga boqmasin va biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan, havoi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang. Odamlar ikki xil bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ertaga kech Allohning roziligini g'ami bilan yurganlar bor, hamda dunyoda qiladigan ishi isrofgarchilik bo'lganlar bor. Mo ikkinchi odamlarga qaramang, birinchilar bilan birga bo'ling deydi. Mana shunday bir solih insonlar bilan o'tirsangiz, boshingizga kelgan musibat har qancha katta bo'lmasin, bu vaqtinchaligini eslatishadi. Har qancha qiyin ahvolga tushmang, Alloh bir kun chiqarishini eslatishadi. Har qancha dardingiz katta bo'lmasin, Ayyub alayhisolamning darajali emas deb qalbingizga taskin beradi. Ularda Alloh qanday najotga chiqarganini eslatadi, qalbingiz taskin topadi. Endi boyaga aytgandek ikkinchi toifa odamlar bilan bo'lsangiz, hayotingiz har qancha zo'r bo'lmasin, ularni o'lchovi bilan yuradigan bo'lsangiz, norozi bo'laverasiz hayotingizdan. O'zi zo'r yurish-turishingiz, turmushingiz. Lekin dunyoda qo'ygan odamlarga ulpat olib qo'ysangiz, yeta olmaysiz ularga, ishonavering. Mana mashinani olib endi xursand bo'lib turdingiz, undan keyingisini oldi ular. Endi unaqa olish kerak endi. Biz o'zimizni hayotimizni o'zimiz achchiq qilamiz birodarlar, ulpat tanlayatib turib. Boyaga duo. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabatid dayni va qahrir rijal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ibn Mas'uddan Imom Ahmad keltirgan hadis, sahih hadis. Ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun faqal. Agar qaysi bir odamga g'ammidi, qayg'umidi yetsa, shunday desin. Allohumma inni abduk va ibnu abdika va ibnu amatika. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhhaba Allahu hammahu va huznahu va abdalahu makanan farah. Agar bir kishiga g'am va qayg'u yetsa, u shunday desin. Payg'ambarimiz buyuryapti. Parvardigoro, albatta men sening bandangman. Qulingning o'g'li, cho'ringning o'g'liman. Peshonam sening qo'lingda, mening ustimda sening hukming o'tkuvchidir. Mening ustimda qazoing odildir. Sening har bir isming bilan o'zingni o'zing nomlagan yoki mahluqotlardan biriga o'zing o'rgatgan yoki o'z kitobingda tushirgan yoki o'zing huzuringda g'ayb ilmida olib qo'ygan ismlaring bilan Qur'onni qalbimning bahori, ko'ksimning nuri qilishingni, g'amim va qayg'ularimni ketkazuvchi qilishingni so'rayman desa, Alloh uning g'am qayg'ularini ketkazib, xursandchilikka almashtirib qo'yadi. Ikkita duo. Ikkita duo. Mana shu duolarni yodlab, bir marta ertalab, bir marta kechbat aytib qo'ygani, kimimiz ojizlik qilamiz? Agar shu duolarda, shu tavsiyalarda ko'rsatmalarni eshitgandan keyin ham yana siqilib, yana bo'g'ilib hayotda yashayotgan bo'lsak, biz ummati Muhammad bo'lishiga loyiq bo'lmayapmizmi ekan? Pul demayapti, vaqt demayapti, umringni sarf qil demayapti. Shu duoda ishonib aytib qo'y, hamma g'amingni men ko'taraman deyapti. Meni rozi qilishing g'amini yelkangga olgin, boshqa g'amingni o'zim kifoya qilaman deyapti. Ishona olmaymizmi? Sahobalardan buni eshitganlar, "Ya Rasululloh, buni o'rganib qo'yaylikmi?" deganida, "Ha, buni eshitgan har bir kishiga o'rganib qo'yishligi vojib bo'ladi" dedi. Demak, zamonimizda keng yozilgan, yoyilib ketgan mana shu torlik, asab torligi, qalbni torligi, stress, nervniligimiz ketishini xohlasak, g'am tashvishlarimizni ko'tarilib, qarzlarimizni ketishini xohlasak, nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekanmi? Namozni qo'yib qo'yib yana bir reys qilaylik ekanmi shu reysni? Yoki harom bo'lsa ham shu olib kelib narsadan sotaylik ekanmi? Birodarlar, g'amni biz hal qilmaymiz.